Sherobod va Angor tumanlarida yo'l hamda yo'l bo'yi infratuzilmasini yaxshilash vazifalari ijrosi o'rganildi. Termiziy bobolarimiz mangu qo'nim topgan ikki muqaddas majmua bugungi kunda vohaning o'ziga xos tashrif qog'oziga aylangan. Xususan Sherobod tumanida joylashgan Iso at-Termiziy ziyoratgohiga olib boruvchi yo'l bo'ylab muayyan ko'kalamzorlashtirish ishlari amalga oshirilgan. Biroq mazkur yo'l infratuzilmasining ayrim qismlari hozirgi talabga to'liq javob bermayotgani dilni xira qiladi. Prezidentimizning joriy yil 26-27 fevral kunlari Surxondaryo viloyatiga tashrifi chog'ida ham vohada yo'l infratuzilmasini yaxshilash bilan bog'liq masalalar dolzarbligi qayd etilib, ularni hal etish bo'yicha aniq vazifalar belgilab berilgan. Shu asosda viloyatda qator yo'llarni ta'mirlash va rekonstruksiya qilish, jumladan Iso at-Termiziy majmuasiga olib boruvchi yo'lni zamonaviy talablar asosida qurish bo'yicha loyihalar ishlab chiqilgan. Bugun viloyat hokimi ushbu yo'nalishda amalga oshirilayotgan ishlar bilan joyida tanishdi. Mas'ullar tomonidan belgilangan vazifalar ijrosi yuzasidan axborot berildi. Ayrim ishlar belgilangan rejadan ortda qolayotgani tanqid qilinib, faqatgina yo'lni ta'mirlash bilan cheklanmasdan, uning ikki yoni bo'ylab keng ko'lamli ko'kalamzorlashtirish maydonlari barpo etish, savdo va maishiy xizmat ko'rsatish nuqtalari hamda ko'p qavatli turar joylar qurilishini rejalashtirish vazifalari yuklatildi. Shuningdek, avtomagistrallar va mahalliy ahamiyatga ega yo'llar bo'ylab yashil belbog'lar barpo etish ishlarini tizimli va sifatli davom ettirish bo'yicha ham tegishli ko'rsatmalar berildi. Bundan tashqari Angor tumanida ham yo'l bo'yi infratuzilmasining holati, ko'p qavatli turar joylar hamda boshqa tijorat obyektlari qurilishiga doir loyihalar ijrosi yuzasidan mas'ullarning axborotlari tinglandi. Yakunda viloyat bo'yicha iqtisodiy, infratuzilmaviy, ijtimoiy va tadbirkorlik yo'nalishlarida amalga oshirilayotgan 155 ta yirik loyiha ijrosi ham muhokama qilinib, har bir obyektga biriktirilgan mutasaddilarning hisobotlari eshitildi. Ayrim loyihalarda haligacha amaliy ishlar boshlanmagani keskin tanqid qilindi. Qayd etilgandek, mazkur loyihalar amalga oshirilishi natijasida 8 ta tumanda yirik yo'l infratuzilmasini yaxshilash, shuningdek, ko'plab hududlarda yangi ish o'rinlarini yaratishga xizmat qiluvchi investitsiya loyihalarini hayotga tatbiq etish rejalashtirilgan. Mas'ullarga qisqa muddatlarda qurilish ishlarini jadallashtirish, boshlanmagan loyihalarda ishlarni boshlash hamda har bir loyiha ijrosi ustidan samarali nazorat o'rnatish vazifalari belgilab berildi.